Ya Shirmonbula olib o'tirib, mana shu videoga aktiv bo'lmasangiz, uyat bo'lsa kerak. Siz aktiv bo'lib, tanish bilishlaringizga yuborib turing, men ungacha sizga Shirmonbula turizm maskanini qisqacha obzorini qilib beraman. Qani ketdik. Davros sayildan buyon Shirmonbula turizm maskaniga bormagan edim. Kecha chiqsam o'zgarish katta. Qolgan bir qismini biznesmen akalar basseyn qurishni boshlagan. Yana bir qismiga dachalar qurishni boshlashgan. Tayyor bo'lgan dachalar atrofiga rayhonlar ekilgan. Ularni hidi atrofga taralib, tog' ifori bilan uyg'unlashib, tabiatga yana ham ko'p bag'ishlayapti. Yangi dachalarni aytmaysizmi? Erta tongdan shunday uyg'onib, derazangizni ochsangiz, Shveysariya atmosferasi-yu, tog'li hudud va yam-yashil maysazorda o'zingizni ko'rasiz. Dachalarning narxlari qiziq bo'lsa, obuna bo'lib, kommentariyaga yozib qo'ying. Nasib qilsa, bu bo'yicha alohida videorolik tayyorlayman. Tog'li joy, qiya yo'llarda yura olmayman degan yosh kattalar uchun ham anchagina qulayliklar, ya'ni sun'iy yo'laklar yaratilgan. Qolaversa, dachani orqa hovlisiga so'rib qo'yib, ko'k choyni damlab, toza havodan to'yib, nafas olib, chiroyli tabiatga qarab o'tirishga nima yetsin-a, tog'alar? Bu o'yinni taxmin qildim, lekin nomini topa olmadim. Bilganlar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Hey, to'xting! Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying. Keyingi videolar bundan ham qiziqarli bo'lishi mumkin. Sog' bo'ling. Aytgancha, Shirmonbula turizm maskanida sizlarni oilaviy kutib qolamiz.